Hozir sizlarga qo'shmalakni o'sma rangini qo'yib ko'rsatib beraman. Juda ham ko'p savol berib, qanaqa rang bo'lib chiqadi, o'zi bormi, yo'qmi degan mijozlarimiz uchun. Mana qizlar, oddiy o'smaga o'xshab qo'yib olganimizdan keyin bu уже har bitta odamni o'zini xohishiga qarab 1 minut ushlaysizmi, 3 minut ushlaysizmi, bu уже nima deydi, to'q och qolishiga qarab. Menga masalan 1 minut yetarli. Hozir 1 minutda qolgan rangni sizlarga ko'rsatib beraman. Oddiy suv bilan artib tashlaymiz mana. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Tashadim. Yaqinlashtirib ko'rsatib beraman mana. Ko'ringlar. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Ketmaydi. Va xohishga qarab fiksator qilsanglar bo'ladi. Men Note brendni fiksatorini ishlataman. Qo'shmalakni originalini va hamma reklama qilayotgan kosmetikalarda 100% originalini Bidora Beauty do'konidan topasizlar. Borib olsanglar ham bo'ladi qizlar, yoki-da profillariga o'tib yoki belgilagan telefon raqamimga telefon qilsanglar, dostavka xizmatlari ham bor. Mana. O'sma rangi ham juda ham chiroyli, tabiiy. Ham vitaminga to'yinadi, ham tabiiy bo'lib turadi. Rastushovka tatuajda nima kam joyi bor ekan-a? Samilaxon, chidolmasdan mokri asfalt analizni xinangizni qo'yib ko'rdim. Voy, dahshat narsa ekan. O'zim men oldin qoshimga tatuaj qildirdim. Sizga qoshim chiroyli emasda, qaldirg'och qosh emasda. Oldin tatuaj qildirdim, o'sha tatuaj ketib ozgina xiralashib qoluvdi. Keyin hamma menga buni o'chirtirish kerak, o'chirtirib ustidan boshqatdan chizish kerak deganda, bo'ldi, oldin bilmasdan qilganman. Endi hozir bilamanki buni anonsini halol emasligini bilamanki deb qilmay yuruvdim. Ani mokri asfalt jo'natganingiz o'z birga bir tushdida, shunda qoshimda vez xatosini yopib tashladi. Biram chiroyli turdi, biram chiroyli turdi. Вообще, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa xursand bo'ldim sizdan.